10.000 barobar qimmat narsa. Voy, gugurt qani? Mana qora mashina degan akami? O'zlari menimcha. Gugurt qani? Gugurt. Men aka bilan ko'rishib turaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchavyapsizmi? Ha, topdim. To'xta, ko'rsatmay turing. Gugurtga almashmoqchisiz va rozisiz, ha? Ha, rozimiz. Qani ko'rsating, aka. Vopa! 10.000 barobar qimmatlansa. Bu nech pul turadi o'rtacha 2,5 millionlarda, to'g'rimi? Nima? Telefon Redmi Note 14. Voy, yengimi, aka? Ha, yengil. Ha, ochilmaganmi? Masla. Brat, rozimisiz? Ha, roziman. Aka, qachon bildingiz buni? Bir haftadan beri eshitib yuribman. Kutgan ekanlar lekin. Endi bizni qimmatbaho gugurtimizni tantanali topshiramiz. Tabriklaymiz aka, gugurt olganimiz bilan. Qoraqalpog'iston 10.000 barobardan qimmat narsaga almashtirib yubordilar. O'shaning uchun biz quruq qo'l bilan kelamizmi? Men sovg'am bor. Nima sovg'a qilmoqchisiz? O'zimizni homiydan kuchga to'lib yurasiz, aka. Endi haqiqatan Xorazm nimaga almashtirishi mumkin? Qoraqalpog'istonda bitta shartni bajarasiz, keyin Xorazmga ketamiz. Liboy. Qilib qo'yasiz, asliga. Turaymi? Qaymoq bilan yeyishga 4 ta o'zingiz yopib berasiz, hech kim qarashmaydi. Xamirlarni ham o'zlari qiladilar. Xamir qilingan bo'lsa, hech bo'lmasa. Xamir tayyor bo'ladi, o'zingiz uzib, o'zingiz shakl berib, hech kim qarashmaydi degani, ya'ni sizlar qarashmaysizlar, oy o'rganib turadi. Yo'q. O'zingiz Bilganingizcha. bilganimcha, o'zingiz tandirga tiqasiz, necha minutda olishini ham aytmaydi hech kim. O'zim ham 300 tuvan ishlatasiz. Xorazmda menga ham berasiz shart. Men bunaqa qaytish qilmayman lekin. Xorazmda men shart berishim aniq bu ishdan kelgan. Men Navoiy emasman-ku. Cho'zmayli, bajarasizmi yo'qmi? Qo'rqdim deng bo'ldi. Bajarasizmi hisob? Bo'ldi, 5. Bo'ldi. Keyingi postda meni qanaqa noyobganimni ko'rasizlar. Yana yomon ko'rib qolarkanlar deymani.